Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida hozirgi zamon falsafasi, taraqqiyot va istiqbollari mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjuman ilm-fan sohasida hamkorlikni kengaytirish va ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiluvchi muhim tashabbus sifatida baholandi. Tafsilotlar Zokir Mo'minov lavhasida. Xalqaro anjuman falsafa fanining yirik namoyandasi akademik Jondor To'linov xotirasiga bag'ishlandi. Professor Jondor To'linov 1972-yildan 2002-yilgacha Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida faoliyat yuritib, butun umrini falsafa ilmini rivojlantirishga bag'ishlagan. Olim o'zining sermahsul ilmiy izlanishlari, xalqaro miqyosdagi faoliyati va yetuk shogirdlarni tarbiyalab, O'zbekiston ilm-fan tarixida chuqur iz qoldirgan. Konferensiyamizda eng asosiy tahlil etilayotgan muammo hozirgi zamon falsafasi va taraqqiyot istiqbollari deb nomlanadi. Albatta biz hozirgi zamon falsafasi va taraqqiyot istiqbollari mavzusiga doir bir qancha shu'balar ishlab chiqqanmiz. U shu'balar quyidagilardan iborat. Akademik Jondor To'linovning ilmiy falsafiy merosini o'rganish, raqamli jamiyatda O'zbekiston ijtimoiy taraqqiyotining falsafiy muammolari, zamonaviy ta'limda tarix va falsafa integratsiyasi, raqamlashtirilayotgan jamiyatda oliy ta'limning dolzarb masalalari va bugungi kunda oliy ta'limda falsafa fani o'qitilishining nazariy va amaliy ahamiyati kabi muammolar tahlil etilmoqda. Universitetimizda ilmiy faoliyat yuritgan, ko'plab yoshlarni falsafiy tafakkur madaniyatini shakllantirishga xizmat qilgan, mana shu universitetni rivoji uchun, mana shu universitetni kamoli uchun mehnat qilgan ikki buyuk akademik ustozlarimiz Jondor To'linov va Ibrohim Karimovning falsafiy merosiga doir ma'ruzam bilan ishtirok etmoqdaman. Anjumanda nafaqat yurtimiz olimlari, Malayziya, Turkiya va Qozog'istondan kelgan mutaxassislar ham faol ishtirok etdi. Unda zamonaviy falsafa, ilm-fan rivoji va ta'lim tizimiga oid dolzarb masalalar atroflicha muhokama qilindi. Bu konferansiya beni Türkiye'den davet ettiler. Meni bu konferensiyaga Turkiyadan taklif etishdi. Buning uchun universitet jamoasiga chuqur minnatdorlik bildiraman. O'zbekistonni ilgari faqat kitoblar orqali bilardim. Bugun esa O'zbekistonning naqadar tarixga boy, go'zal madaniyatga ega ekanligini ko'rib turibman. Ushbu anjuman menga ko'p narsani o'rgatdi. Ilmiy va ma'naviy merosni davom ettirayotganingiz meni quvontirdi. 38 yillik jurnalistik faoliyatim davomida bu safar menga O'zbekistonga butunlay yangi nigoh bilan qarash imkonini berdi. Hozirda men 7 mustaqil turkiy davlatdagi mashhur va faol ayollar haqida material tayyorlamoqdaman. Shu 2 kun ichida O'zbekistonda ham 2 nafar ilhom manbai bo'lgan ayollarni uchratdim va bundan juda xursandman. Konferensiyaning amaliy ahamiyati shundaki, bugungi kundagi dolzarb masalalar, zamonaviy jamiyatning ijtimoiy falsafiy jihatlari, ta'lim sohasidagi muammolar, sun'iy intellektning yoshlar dunyoqarashidagi o'rni kabi masalalar muhokama etilmoqda. Konferensiyada xalqaro nufuzli universitetlardan ham shaxsan o'zlari tashrif buyurib, o'zlarini fikr mulohazalarini bildiryaptilar. Zoom platformasi orqali, ayrimlari Zoom platformasi orqali o'zlarining takliflarini, yondashuvlarni beryaptilar. Tadbir yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Akademik Jondor To'linov xotirasiga bag'ishlangan ushbu konferensiya yosh olimlar, tadqiqotchilar uchun o'zaro tajriba almashish muhitini yaratdi. Zokir Mo'minov, Nig'mat Mirzayev bugun dastur uchun.